Oho. Hal tish buzmagan. Maşallah. Obunachilaringizga chori qo'ylar ko'rsating. Maşallah, mana ko'rib olamiz. Bu chorimi, to'qlimi aka? Hali endi tish buzyapti, uni tishiga qarang. Lekin chori desa ham ishonib ketishaveradi lekin. Qarang, suyagini. Anchagina baquvvat qo'ylar ekan. Akalar mana ko'rib olaveramiz, xudo olasa. Bittalar baho. Barini ko'rsating molda. Akalarim 6-mart, xudo olasa, akalar hafta kuniga xo'p, juma Qashqadaryo viloyati G'uzor tumaniga Muhriddin akamiz oldiga kelganmiz akalar. 18 bosh akamiz to'qli qo'ylari bor ekan. 10-11 oylik bormi? Bu o'zi tish yorib boshladi, 13 oy. 13 oy. Xudo olasa tish yorishni boshladi, saralangan akalar. Hammasi saralab olingan. 18 bosh. Bir xudo olasa nechtalar yilini ko'rsatib qo'ygan dedingiz? Ilhom aka, endi buni 60-70% bo'g'az. Garantiyalisi. 60-70% garantiyasi bilan bo'g'az qolganlar akalar kechki bo'lishi mumkin. Yilini aniq deya olmaymiz. Mana yilini ko'rsatib qo'ygan akalar. Yeb-ichlarida muammo yo'q, ha? Yo'q, muammo yo'q. Balasi urib qolgan ko'p uni. Ko'rib olaveramiz akalar. Bo'y-bastlan 75 o'rtacha hisoblab olamiz. Menimcha 75 dan pasti bo'lmasa kerak. Bittadan lakni bosib qo'ylar, shunaqa bir arzon, sog'liqda bo'lib ketgan to'qli qo'ylardan olgan odam 6-7 yil hosilini oladigan joylardan so'ragan. Mazza qilib obunachilarimiz, mazza. Suyagiga qarang. Qo'ychasini qarang. Oho. Hal tish buzmagan. Maşallah. Narxini necha pul qilib beramiz? Shu YouTube'ga qo'ygan narximiz 4,5 milliondan o'zlari olib ketishyapti. 46 dan Toshkentgacha dastlabki. 4,5 million so'mdan akalar bor baraka deb olib ketaverasizlar. 46 dan akamiz mayli Toshkentgacha dastlabkasini qilib beraman deyaptilar. 5 ta 10 ta taxtalarga alohida kelishaveramiz. Tanlov olaman desa ham ozgina narxi o'zgaradi do'stlar. Shoshilib qolinglar akalarim.